qachon ko'chaga chiqmay mana shu tashqarida yurgan bo'ladi, ko'kishton bir xil kiyimda yuradi. Sizlar bir nasihat qilmoqchiman, hech qachon erkak kishining mashinasiga qarab baho bermanglar, puli ko'p deb o'ylab uni tilinglar chiqarib olib maskalar taqib yoqish uchun harakat qilmanglar. Ayniqsa menga shu narsani qilasizlar, lichkamda alimensiyalarni xarakterlar yodlab bo'lganman. Shunaqa yoqmaydi, shunaqa qizlar. Uchun mashinaga qarab baho bermanglar deyapman, sababi o'zimiz tursigimiz bo'lmasa ham oxirgi pulimizga mashina olamiz, keyin uni benziniga pul topolmasdan yuramiz. Mana menga o'xshab, men qaranglar. Yirtiq tapichkada yuraman. Normal anaqam yo'q, ko'rinishim yo'q, lekin mashina bilan o'zimni reklama qilib ko'rsatishim kerak. Sababi men xayr deyman, xayr. Gul yuzim. Yana bitta qo'shimcha narsa, svet hammada bor ekan, bitta menda yo'q ekan xolos. Sababi svet pulini to'lamaganim uchun qarzga tiqib qo'yib, svetim bitta menda o'chirib qo'yibdi. Tak что qizlar shunaqalik lichkamga yozib qilish deydiganlar orzularga berilmaylar. Xuddalik bitta sevishib yozishaman, bo'ldi, ketdi bu. Amerikaga chaqirdi meni, baxtli oilaman Amerikada. O'tlarni ustida, chimlarni ustida buni qilib sakrab yuribman deydigan fantaziyalar o'chiringlar. Agar hozir ko'pchilik qizlarni ko'zida men rosa xunuk bola bo'lib ketdim-chi. Alhamdulillah elektromobil yoki Gentra'lar olib og'zini "Qo'lishim kam" deb yurgan paytda mana men Mercedesda yurib o'zimni oddiy odam sifatida ko'rsatyapman. Yomon krasavchik bo'laman. Mendek odamlar ko'paysin, akalar. Odamlarni siqilishdan qutqaraman-da men. Papi munyanya.